Yana bugun arukari archa to'g'risida gaplashib o'tamiz. Ko'pchilik arukari archasi so'lib qolyapti yoki baylari qorayib qolyapti, qotib qolyapti yoki jingalak bo'lib qolyapti. Qaranglar, arukari archa yarim soya joyda turishi kerak. Mana yop-yorug' joyi ham, issig'i ham juda ham yomon ko'radi. O'shanga salqin joyda, где-то 18-20 gradusli joyda turishi kerak, yarim soya bo'lsin. Keyin ildizi har doim tiga sug'orilayotganda nam bo'lib turishi kerak. Haftada 2 marta yaxshilab suv quyamiz, har kuni quyilmaydi emas. Keyin har kuni iliqroq suvda, mana komnatniy temperatura bo'ladi, muzda emas. O'shanda yaxshilab опрыскивание qiladi. Agar uyingiz issiq bo'lsa, bo'lmasa 2 mahal qilasizlar. Qaranglar. Men bugun mana shu archamizni 3 kun yo'q bo'luvdik. O'shanga sal qotgandek bo'lib qolgani uchun yaxshilab sepib o'tdim, sal o'zini qo'yib berdi yumshab, alhamdulillah. Bugun anu Leonardo suvini mana shu где-то 1 litr bo'lsa, где-то 1 milligram qo'shdim-da, arukariyani hozir shu bilan sug'oramiz. Muzda emas suv, illiq suv. Mana qaranglar, hozir mana shu bilan sug'oramiz. Yo'q, yaxshi, kir bo'lib qolmayapti, juda ham yaxshi. O'shanga увлажнениясini yaxshilab beringlar. Arukari archa namlikni juda ham yaxshi ko'radi, issuvni yomon ko'radi. O'shanga yarim soya joyga qo'yganinglar ma'qul.